Kechamizni san'atkorlar ko'p, birin-ketin hammani taklif etamiz. Bizni bolaligimizda qo'shiqlarini kuylab yurgan san'atkorlarimiz bugun ustozlarimiz hozir jumladan endi xorijdan deymizda, xorijdan kelgan mehmonlarimiz o'tiribdi. Xalqimizning sevimli san'atkori, o'zlari tojikistonlik bo'lsalarda, O'zbekistonda nihoyatda shuhrat qozongan, juda ko'p shogirdlari san'atga kirib kelishiga sababchi bo'lgan xalqimizning sevimli san'atkori Qodir aka Mirashurovni olqishlaringiz bilan chorlamoqchi edik. Marhamat Qodir aka. Davramizga xush kelibsiz. Avvalo assalomu alaykum aziz hamkasblar, ustozlar. Mana shu fursatdan foydalanib barcha hofizlarimizni 2011-yil bilan tabriklaymiz. Omadli yil bo'lsin. Yana bir narsani aytishni istardimki, mana shu yerda o'tirgan hofizalarimizni barchalarini Tojikistonda ham juda muxlislari ko'p. Shuni bilib qo'yishlarini istardim. Salomat bo'lasizlar. Marhamat.
xalqimizning sevimli san'atkori, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodiraka Amirashurov. Bayram muborak bo'lsin. Qor qizi sovg'asini ham topshirib olamiz. Muborak bo'lsin yangi yil. Omadlar yili bo'lsin. Do'stlik yili bo'lsin. Birdamlik yili bo'lsin. Tez-tez didor ko'rishib turaylik.